Assalomu alaykum, Visus klinikasi kuzatuvchilari. Bizning Visus klinikamizda barcha laborator tekshiruvlari bor. Endi sizlar boshqa yerlarga borib ovora bo'lmasdan hamma ishlarni shu yerda bitkazishlar mumkin. Laboratoriya bo'yicha barcha mutaxassislar sizning xizmatingizga tayyor. Visus ko'z klinikamizga topshirilgan qon namunalari operatsiya uchun uzog'i 2 soat ichida aniq amalga oshiriladi. Tahlil natijalariga ko'ra bemorlar saralanadi. Klinikamizga kelgan bemorlar ro'yxatdan o'tib, bu yerda hamshiramiz tomonidan qon olinadi. Olingan qon namunalari bu tahlilxonamizda tekshiriladi. Bu xonamizda barcha klinika biokimik tahlillar amalga oshiriladi. Biokimik tahlillarimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan Humalazer apparati yordamida tekshiriladi. Ushbu apparatimizda gematologik tahlillar amalga oshiriladi. Xolajon, sizni qon bosimingizni tekshirdik. Qon bosimingizda muammoingiz yo'q ekan, faqatgina yurak urishingizda ozgina tez yurak urishi bor, ya'ni taxikardiya, boshqa muammoingiz yo'q. Bemor Isaqova hozir bizga kirdi. Bemorda qon bosimini o'lchadik. Qon bosimida muammosi yo'q, faqat yurak urishida ozgina tezlashish, ya'ni taxikardiya kuzatildi. Endi keyingi bosqichimizda bemorda yuragini kardiogramma qilamiz. Visus klinikamizda, ya'ni ushbu xonamizda bemorlarning yurak faoliyati, ya'ni elektrokardiografiya tekshiruvi o'tkaziladi. Bunga qo'shimcha bemorlarda qon bosimi hamda bemorlardagi surunkali kasalliklari bor yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yig'iladi. Qachonki bemorlarda bu ma'lumotlar to'liq chiqsa va biz xohlagandek normada bo'lsa, bemorlarni biz operatsiyaga tavsiya qilamiz.